Bu safarki chegaramiz xudo xolasa Qirg'izistonga yetkazilyapti yuklarimiz. Ustozlarga qayrilarim qabul bo'lingizlar. Emas zo'rni zo'r, mixtini mixti deganda o'rganishimiz kerak. Bunda martchilik O'zbekiston yuzum jihatida institutni oldiga ketgan. O'zi uzumchilikka 3 ta asosiy yo'nalish bor-da. Mana bu yoqqa qalamchalarimizni ochaylik-da. Maşallah. Qalamchalar. Bu qarangda cho'palab kelaman deydi. Qirg'izistonga ketaman deydi. Muxlislari, assalomu alaykum. Uzumchi millionerlar. Biz bugun Qirg'iz ukamiz, do'stimiz zakaslarini mana chegaragacha, bu safarki chegaramiz xudo xolasa Qirg'izistonga yetkazilyapti yuklarimiz. Bu postimiz Qizilqiya deb aytilar ekan. Shunaymi? Qizilqiyami? Qizilqiya post. Adilbek, do'stimiz assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu kishi Qirg'izistonga qayerdansiz? Qirg'izistonning Leylik rayonining Razaq shahridan bo'ldim. Bu shu Tojikiston bilan chegara bizniki. Asosiy chegaramiz O'zbekistonga qo'shilmay, Tojikiston bilan bizniki. Biroq endi Tojikistonda uncha 1-2 yerlar ochiqda, O'zbekistonga svobodniy kirib chiqish mumkinchiligi o'ng'ayroq. O'shaning uchun Tojikistonda misol uchun yuzumchilarni chiqarsak, biz ularning tilini tushunmaymiz-da. Yuzum deb izlasang, jalan O'zbekistondan yuzumchilar chiqqan. Men bunday o'zim bayqashtirib, solishtirib, men qilib ko'rsam, O'zbekiston dunyo bo'yicha top 10-dagi yuzumday yuzum sahasida olib ketgan o'lka ekanda. Rahmat. Alıstan izlab yurbaylar, davaychi dedim, o'zim bunday aytganda, O'zbekistonda birinchi yurunaylik, o'zbeklardan til yüz o'xshash, dil yüz o'xshash, din yüz bir. Sizing bizing bunday muomalada yaxshimiz-da. Bilmaganingizda darrov so'rab qo'yganga o'ng'ay, переводчик yo'q edi. To'g'ri. O'shaning uchun davaychi dedim, O'zbekistondan birinchi olaylik, O'zbekistondan shagird tushib, ustoz qarmanaylik. Bundan keyin xudo xolasa, shunday o'yla, 100 millionni ko'rib kanalımızda ko'rib turiblar, dedim shu lag'aydan, shu ustozdan olib shuga shagird tushaylik deb men qildim. Maqsad shu bo'ldi. Ana xudo xolasa, nima qilmoqchi edingiz? Bu qalamchalarni olib bog' qilmoqchisiz? Bog' qilishimiz kerak. 30 yer bor. Mana keyin Европейский sistemada qilaylik dedik. Mana keyin baqashtirsam bu O'zbekiston ne только alt tarix sistemasi deganlar bor ekan, ana sizlarda o'zingizning boshqacha usulingiz bor ekan, sizning boshqa nimalardan darımda aytganda tajriba cho'ng ekan sizda-chi. O'shaning uchun menga yoqqani Европейский sistema bo'ldi. O'sholday bo'lsa da O'zbekiston bo'lsa da Европейский sistemani sizlardan o'rganaylik deb o'tamiz. Ibrat qilib, ha? Malades. Mana keyin 30 so'tga bir 1000 ga yaqin yuzimni botqazadi deb niyat qilyapmiz hozir. O'zlari qalamchasini olib, ishonchli joydan, bilasizlar, Uzumdan million kanali ishonchli qalamchalari ham. Inshaalloh, maşallah. Sabah o'zimizga shagird tushib, o'zimiz yuradigan sularmish sizga. Shu qanday ta'minlatamiz? Qanday anamlarda hozir kech bo'lib qolmadi, yaxshilar u vaqt deb so'rayman degan. Bugun chislo nechi? 16 qoldi. 16-mart, xudo xolasa. Mana bu yoqqa qalamchalarimizni ochaylik-da. Maşallah. Qalamchalar. Bu qarangda cho'palab kelaman deydi. Qirg'izistonga ketaman deydi. Ana avatar qalamchalar qarang, ana bular avatar manikür finger qalamchalar. Uzunligini ko'ryapsizmi? Kecha Qozog'istonga, uni oldingi syomkamiz Qozog'istonga o'sha Qoplonbek granitsasiga yetkazgandik. U kishi meni nima uchun tanladingiz meni desam, chunki boshqa joyga 3 ta 4 ta kurtak bor deyapti. Sizniki 6 7 8 ta kurtak bor deyapti. Mana qarang, mana ko'rib turibsan, hammasi. Bitta obrazes emas, hammasi даже 7 8 tagacha kurtak bor. Kimdir buni o'sha Samarqandlikda usta mutaxassislarda ish bilarmonlar bitta qalamchani 2 ga bo'lib, mana shu 100 ta qalamcha bo'lsa 200 ta ko'chat tayyorlayapti. Malades. Yazıqda O'zbekiston bunday dehqonchilik jihatida qila oldiga ketishlar. Qirg'izistonda bor, sanalli odamlar, dehqonlar, yaxshi odamlar bor. Endi ular shagird tushsanglar bo'ladi, biroq bunday aytganda o'telib ko'p odam bo'lganlikdan jet chalbay qilayotganda ulardan so'rab bersang, so'rab olish vaqtisi ko'p bo'lib ketadi. O'g'achayin yuzimni qurg'aydi, boshqa qurg'aydi degandayda. Sizlarda endi ko'chada bunday yosh bolangizlar bor, dehqon ekan. So'rasang aytib bera turganda dengeli bo'lib qolsizlar. Alloh razı olsun. Qirg'izistonga ham bir o'g'aynimiz borlar, Tavakkal aka. Maşallah, o kishini tanıyız. Biz gaplashib turamiz u kishi bilan, u kishi Gilos aslan uzun masalasi bo'yicha maslahatlashib turamiz. Xo'p, bu yoqqa o'zi manikür finger, avatar, siz so'raganingiz, yana gigant, o'sha sug'da yonay gigantlarni, shine muskat, xilli o'yinlarni, o'zi hammasini olib kelganmiz, bo'lmasa bir boshdan
tushiramiz. Kimga avatar yo manikyur finger qalamchalari kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa, keyingi yil buni ko'paytirsangiz, Qirg'izistondan Odilbekdan ham olsalar bo'ladi. Misol uchun tavakkallarni to'g'risida da so'z bo'lib qoldi, u kishidan da gelez olib ekanmiz. Biz bir yil bag'atda bo'lib o'tamiz-da, 2-3 yillik bir qarmon olib o'tamiz. Misol uchun bu yüzümden menga jaqqan men o'yin bo'yicha balkim to'g'ri emas aytib atganlarim bu. Misol uchun gelezni satalbay qalsang chiriydi degan so'z-da. Yüzümni satalbay qalsang mayiz qilasan. To'g'ri. To'g'ri. O'shal jag'ini o'ylanib taqdim qarangda, bashi zo'r, malades Odilbek. Bizni o'zi uzumchilikka 3 ta asosiy yo'nalish bor-da. Vinochilik yo'nalishi bor. Xo'rakki saloyni sort yo'nalishi bor. Uchinchisi mayizchilik yo'nalishi bor-da. Biz mayizchilik yo'nalishini tanlaganmiz. Ana vinochilik yo'nalishidan uzoqmiz. Xo'rakki saloyni sortlardan ham ko'p yaqin emas. Chunki mana bu granitsalarga, uzoq yo'llarga maxsus transport bilan xaladaylik mashinalar bilan mana bu yoqqa qarasangiz, mana ko'rsating-da, mana shu furalarni ko'rsang-da. Mana shular ham necha kundan beri turibdi. Ko'rinyapti? Ha. Mana shu. Agar o'sha ho'l uzun bor-ku, sveji uzun bir hafta mana bu yoqqa qolib ketsa, xarajat bo'ladimi? Fura yoniq turishi kerak, boshqa bo'lishi kerak. Uni muddat o'tib ketadi. Lekin mayizni hech narsa bilmaydi-da. Mayizga maxsus transport fura shart emas. Oddiy konteyner yo ana shu vagonlarga ortib yuborsa ham, bir hafta, bir oylab qolib ketsa ham granitsaga hech narsa bo'lmaydi. Shunisi bilan zo'r. Ham buni bir oydan keyin, 2 oydan keyin puli qimmat bo'lgan paytiga sotsangiz bo'ladi. Saqlasa bo'ladi. Shunaqa. Sizlarga rahmat, Alloh razı olsun. Endi bu kanalga qo'shilingizlar, kanalga qatnashingizlar. Shu kishi o'zini bilganini o'rgatib atat, ama bilmaganini dag'i o'zi siyaqti mıqti bo'lgan ustozlardan borib kengashib, o'shalarning tajribasini kanalga olib chiqib atat. Bunday aytganda biz qo'ng'iroqchani elib bosib qo'yatamiz, bunday aytganda qachon chiqsa sразу ko'ra qoladi debchi. Действительно bu bayağınday o'zingizning tajribangizni boshqadan qizg'anmagan, ochiq ko'ngil bunday adal odam ekansiz. Alloh razı olsun. O'shaning uchun da sizdan olib, siz menen ishlashali deb chechim qilibdi. Rahmat. Birinchi hozircha Qirg'izistonlik hamkorimizsiz. Bundan oldin yuborganman, lekin birinchi marta o'zingiz ana nasib qilgan ekan siz bilan uchrashib. O'zim ham xohladim. Shu yoqqa Qirg'izistonga kelib bir 100% mana bunaqa bir syomkacha qilishdi. Mana nasib qilgan ekan. Yana xohlaymiz Qirg'izistonliklar bilan bir savmesni ishlashdi, nimadir ishlar qilishdi, katta ko'chatchilik bo'ladimi, mayiz yo'nalishi bo'ladimi? Xudo xolasa bizda telefonlar doim ishlab turadi. Telegram, WhatsApp, YouTube kanallarimiz, kommentariyalarga doim javob beramiz, kuzatib boramiz. Qirg'izistonliklarga omad, omadlaringizlarga, dehqonlarga omad. Жаздың bir kuni 100 bayağınday bir yılga tete deb qo'yib, shu жаздан жақсылап пайдаланып, ko'chatingizlarni egib, bunday dehqonlar bilan kengashib bilmaganingizlarni doim shu Qirg'izistonimiz, O'zbekistonimiz doim jashil, jap-jashil bo'lib guldab o'nib o'saversin degan niyatdamiz inshaalloh. Nima deymiz? Qirg'izistonga uzumchilik rivojlansin. Aytganingiz kelsin. Uzumdan daromad qilayotganlar million dollarlar daromad chiqsin. Nima deymiz? Avatar ko'paysin Qirg'izistonga. Uzumlar yaxshi hosil bersin. Uzumdan tirikchilik qilayotganlar yaxshi yashasin. Qirg'izistonlik do'stlarga, ustozlarga qayralarim qabul bo'lingizlar. Endi zo'r mıqtı deganda o'rganishimiz kerak. Bu da martchilik. O'zbekiston yüzüm jihatida действительно oldiga ketgan. Shu O'zbekistonlik yüzümchilar bilan kengashib, o'zimizda Qirg'izistonda Tavakkal aka bor, Lelekdanda bir qayda bayağı yüzümchilar bor. Balkim o kishilardan da so'rab, endi ular bunday aytganda O'zbekistondagiday cho'ng ob'yemni yetkazib bera olmaydi-da baribircha. Bir жақта olsa bir jag'i qo'l kaltalik qiladi. Tajribani almashib so'rashib qilaveramiz inshaalloh. Biz ham shu Qirg'izistonga shu qo'limizdan bir sababchi bo'layotganimizdan, yetkazib berayotganimiz uchun xursandmiz. Bizlar quvonchdamiz. Alloh razı olsun sizdan. Bundan keyin doim baylanishda bo'laylik. Tamam. Chalg'anda sразу olib turing. Alloh razı olsun. Endi Buxoroga, Navoiyga xudo xolasa bir safar qiling, bir bu yoqqa bir rejalashtiring. Bu yoqqa bog'larimizni ko'rsamiz. İnşallah şu Qirg'iz og'aynilarni, birodarlarni taklif qilamiz. Boringlar. Mana shu uzumlarni bizga 125 xil, 150 xilga yaqin dunyoning eng zo'r uzumlari bor bo'g'imizga shu uzumlarni o'zi попробовать qilib yeb ko'rish imkoniyati bor.
Allah razı olsun. Sizlerge söz yok. Allah razı Gap olsun. yo'q, rahmat. Charchamang. Yana bir bor. Mayli. Siz rozimi? Salomat bo'ling.